yana bitta videoni qo'yib turib, yana kunduz ishlab kelib yuboraman mana. U hammani qo'ldan keladi. Lekin mayada biz o'ynab yuribmiz. Biz-ku asosiy harakat qilayotgan, to'g'rimi? Mana men soat nechida 4da kelganman, soat nechi bo'ldi? 11dan 11:30 bo'lyapti. Menga nima? Men nima turibman bu yerda? O'zlari loyko'chaga kelib edi-da, loyko'chada odamga bir chekada o'tirib, bu yoqqa tashlab, bu yoqqa. Yo'q, men qarayda Koreyada turib, Sitorapa nima bo'layotganligini 100% tushunib turibdi. Koreyada turibdi chunki. Bu Koreyani biladi, shu ko'chalarni biladi. Samuni opa, mana Farida opa Koreyani turib biladi. Endi o yoqda turib olib Koreyani muhokama qilish yaxshi emas-ku. Xo'p, zo'r bo'lsa, men yana aytaman, prямой efir qilib ham aytaveraman. Kesin. Kesin Koreyaga. Nimaga deydi qochib ketish deydi prямой efirdan deydi. Kim? Davay kirsin. Pasta. Kirsin, kirsin, savol bersan. O'z Wi-Fi o'chib qoldi, svet o'chib qoldi bizda. Ana boshqonani egasi o'chirib qo'ydi, ketmayapsizlar. Ana odam kirsin boshqatdan. Biz ham savol beraylik u odamga. Bo'lmaydi gaplashamiz. Men hammamiz savol bizga beradi. Do'stachi, battachi, hozir gaplashadigan gap o'zi yo'q, ha? Qolmadi, o'sha mahsaba bo'laveradi. Biz ham savol beraylik, faqat uni haqqi bormi bizga Yo'q, savol? tushundim. Qarang. Men hozir o'zim uchun bildimki, o'sha daliluz bo'ladimi, undan kattasi bo'ladimi? Men hozir bunday savollarni eshityapmanda bir tomonda o'ylayapti. Bir tomonda. O'sha marhumani o'ylayapti. Ha, xo'p, o'lgan odam-u, tirik odam emasmi? Ha, o'lganni ham, tirikni ham o'rtasida chopib beradigan qonun turibdi. Sen qotilsan, bu marhuma, seni jabrdiydi degan davlat turibdi-yu. Biz kimmiz? Men o'sha nimani ham aytganman. Muhokama qilmaymiz. Davlat aytsin bizga nimaligini, keyin biz oilasiga topshiramiz o'sha qog'ozni. Meni qotil ekan, bu hammani aldabdi, bu kazzob deb turib buni topshiramiz. Oilasi nima qilsa O'zbekistonda qilarim, Koreyada qilaversin. Lekin ungacha internetda, bag'da hayp ishlar video qilayotgan ayollar hayp ishlar video qilmaylar, undan ko'ra borib erlaring paypog'ini yuyinglar, o'sha foydali sizlarga. Batta chiqib olib karillaganlaring bilan hech nimani hal qilishga aqllaring yetmaydi. Oddiy mana o'sha kunga hali Nozima ana qilgan videosi bor. Iftorligiga tayyorlab qo'ygan dasturxoni bor. Qani o'shaning videosi? Senda bormi? Qani o'sha video? Kimda bor o'sha video? Ha, to'xtang. Haligi o'sha daliluz aytayaptiki, mana Avazbekda oyog'ini taydi, buni nima deyapti? Qon deyapti. O'sha nima edi seni fikringcha? Molga o'xshagan. Qarang. E'tibor bermayapman deydi. Bu do'dir hozir nima qilayotgan bilmayapti bu. O'zlarimiz yetmasa, o'zlari o'zingni uyingni-yu, o'zingni dasturxonda meni fikrimcha o'sha narsa, qarang, o'sha narsa yo xurmo bo'lgan yoki bir varina bo'lgan, bo'lmasa o'sha odamlar, ya'ni melisalar aql meni videoyimdan, meni olgan videoyimdan yaqinlashtirib atmetga qilib o'sha qonga o'xshayapti. Bu nimadir deb olib chiqyapti, to'g'rimi? Endi savol, ha, Koreyani melisasi o'sha yerga kiryapti, o'sha soha bo'yicha o'qigan u. U o'zini davlatida turibdi, o'sha soha bo'yicha o'qigan. U qonni u bitta qarab rangidan biladigan odamda. O'sha narsani nimaligini, qonligini shular bilmay qoladi. Endi masalan, deb o'ylab ko'rsangiz-da, U videoda bilyapti. ha, u videoda kichkina holatda o'sha bilyapti. Ha, lekin u melisalar bilmay qoladi. Ha, endi hozir bu mana unga, buni hozir boshi gangda uni boshi. Ha, endi bu bunga to'g'ri tushunish kerak. Hozir mana anusi qanarigiz ketdim. Menga farqi yo'q ekan. Nari. Bo'pti, Koreyani aqli yetmabdi, O'zbekistonga borib qilishsin, nima qilishsin? Ha. Endi qaranglar, mana shuncha odam kelsalar, mana prямой efirdagilar ham kuzataversin meni gapimni. Menchi Alloh oldida to'g'riman. Men bandasiga отчет berib, ayuydi, mayli, mana ko'ngli uchun gapirdim. Hamma savollarim bunday-da, bunday. Prямой. Hali odil, mana ikkala tomonda ham o'ylab adolat bilan berilgan savollar bo'lmayapti-da. Hali gapimni ham aytayapman. Bu meni ukam desam, sirraza gapni aylantiryapti.
Ha, ana gap qatta. Bu siz ukangizmi deyapti. Savol beryapsiz, javobini o'zlari aytib qo'yadilar. Ha, yo'q. Men vaholanki men aytyapmanki, bu meni qalbimni tushunmayapti u. Men bilan gaplashadigan nimada emas-da u. Ha, urving menga to'g'ri kelmayapti. Men nimani o'ylayapman? U nimani o'ylayapti? Men aytyapmanki, bu hammamiz insonmiz, hammamiz musulmonmiz, aka ukamiz, birodarmiz, vatandoshmiz degan ma'noda buni meni ukam deb gapirsam, u aytayaptiki, ana tilingizdan ilindingiz, bu siz ukangiz ekan deb turib, o'shani video qilib olib chiqishi mumkin-da, tushunyapsizmi? Bitta xato gaplarga ishonmoqchi bo'lyapsiz. Ha, bitta xatoingizni tushunishayapti. Men aytmoqchimanki, vaholanki, Koreyadagi aka-ukalar hammamiz bir-birimiz bilan, umuman dunyodagi mo'min musulmonlar, hattoki karisda ham odamlik haqqi bor sizlarda. Mana karis haqqini yeymiz deyapsizlar-ku. Sizlar kimdir aytishi mumkin. Masalan, hali karis 8 gacha ishlaydi desa, sizlar 750 gacha ishlab qog'ozga 8 deb yozib qo'yasizlar, ha? 10 minut karis haqqini yeb o'rasizlar, to'g'rimi? Ha? Shu 10 minut karis haqqini yeganliklaring javob berasan o'sha. Ha, uni haqqi u. Odamlik haqqi bor. Tushuntiradimi? Karis bo'lsa ham, buni haqqini yo'rish kerak degani emas. Karis ham odammi? Xitoy ham odammi? Nemis ham odam, ingliz ham odam, hamma odammi? Hamma odam paydo bo'lgan? Yo, odam faqat musulmonlar paydo bo'lgan? Hamma paydo bo'lganmi? Demak, odamlik haqqi bor, tushunyapsizmi? Bu karis bu.